أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد. Biz o'tgan darsda tahoratning sunnatlarini bir-birlab sanab sivak ustida to'xtalgan. Misvak ishlatish. Shunami? Qala, yana shu İbrahim al-Mawsili dedi demakchi. Qala al-musannif rahimahullohu taala wal madmadatu wal istinshaqu thalatha. Tahoratning sunnatlaridan og'zini chayqash va burni chayqash. Bunu 3 qatimdan deydi. Aslida shu og'iz burun chayqash har ikkilisi sunnat. 3 qatimdan qilish u ayrim bir sunnat. Ya'khudhu li kulli marratin ma'an jadida. Har bir qatim og'iz burun chayqagan chaqda yangidan suv oladi. Limuwazabatihi sallallohu alayhi vasallam ala zalika kadalik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashunda har bir qatimga yangidan suv olib og'iz burunni chayqaganlik uchun deydi. Davomli shunda tartilib kelgan. Og'iz burun chayqashni boshqa Hanbaliy mazhablarda masalan vojib deyish mumkin. Ba'zilar masalan Hanafiy mazhabda g'usl qilgan chaqda farz, tahorat sunnat. Ba'zilar buning tam aksi, tahoratda farz, g'usl sunnat. Ba'zilar har ikkisi sunnat deyish mumkin. Ba'zilar har ikkisi farz deyish mumkin. 4-5 xil qarashlar bor. Qala ومسح جميع الرأس والأذنين بماء واحد. Beşinin cimi yerine çaşlarını demekçe ve iki kulakını mı koluğu bir katım su elip mesih kılaya dedi. Bu mu taharatının sünnetlerden. Lima ruya ennehu sallallahu aleyhi ve sellem tavadda'a ve mesaha bi cemi'i ra'sihi. Bunun delili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taharat ağın çağda beşinin hem yerine mesih kılgan. Ayetdeki "Vamsahu bi ru'usikum" degan aş ibarəni tushunishda ulamalar arxil tushunadi deb biz yuqorqi darsda o'tib ketgan. İmam Malik bilan İmam Ahmad beshin hammaga masx qilishi lozim deb Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhudan kelgan rivoyatga tayangan. Beshining oldi tarafidan silgancha oq tarafiga burib, oq tarafidan old tarafiga keldi degan shu sahih hadis. Dünyada lima ruya deb iborat surishim asli taz joyida emas. Nima uchun? Bu sayyidis kelgan rivoyat ma'lum. Lima sahha deyish kerak. Yuqorqi ba'zi urildi shunda deyilgan lima sahha deb. Lima ruya ya'ni bu sigat tad'if bo'lib qoldi odatda. Hadisning rivoyatini ojizlashtirgandek bir ahvol. Oldinda maniki tahoratniki farzlarni degan vaqti başının töttemri kısmı mesih kılıştırır. Nerede andı sünnet Peygamberimizin sünnetiyle başının anneliğe mesih. He. Nasıl kaysınlar? Hazırımda Hanafi mazhabının tushunigini ma'lum. Oyatda farzning birini chal qo'ymay bayon qilyapti dedi. Deb birusikum deganni boshqa bir hadisda masaha bi nasiyatihi wal imama degan ash rivoyat bo'yicha tushunib başning to'rtdan biri deb bekitdi. Hamda yana bir hadisda beshin hammaga masih qildi deb kelgachga ikkilisi tang amal qilamiz deb to'rtdan birini masih qilish farz, hammani masih qilish sunnat deb mana muvofiq tushunibdi. Mana vaqat taqaddama annahu masaha bi nasiyati. Mana yuqorida shu beshining oldi tarafi yoki hukulisi tarafiga masih qilganligi bayon qilingan. Unda o'rniken sayakunu fardan. Shu to'rtdan birga qilgani bu aqlli miqdor bo'lg'achqa buni farz deb tushunamiz. Buningdan kam bo'lsa bo'lmaydi, eng tuvanchiki deb tushunamiz. Va yakunu mashhul jami'i sunnah. Undan boshdan hamma yerga masx qilish sunnat bo'ladi deb shunda tushunamiz deydi. Va qala sallallohu alayhi vasallam al-udhunani min ar-ra's. Hamda ma'lum quloqqa masx qilish munosabatlik rivoyat. Ikki quloqmi boshqa tava başının bir qismi endi. Ana bu hadisni ojiz deb qaraganlar bor. Sahih deb qaraganlar bor. Lekin tekshirib kelsak, İmam İbn Daqiq al-Aid al-Imam degan kitobida, İmam Zaylai Nasb ar-Ra'ida bayon qilganda hasan darajalik hadis.
Şeyh Albani İrval Galil ve Silsil Sahiha'da Seyyid bağlagan. Lakin bu hasan dereceli hadis buldu. Bu iki kulak başqa tava başning bir qismi degine bu yerda vel muradu bayanul hukmi dunal xilqa. Yani bu yaratilishda bu kulak başning bir qismi deb buni bayon qilish emas. Shu masx qilganda, yani tartilishda quloqni masx qilishingiz kerak demakchi mushadisda deydi. Yaratilishda. Al-xilqa degan yaratilishi. Yani yaratılışta mesela kulak moş başka tava yaratilganmi deb unda bayon qilish maqsad qilinmadi. Chunki zammalarga aniqandi shu boshda turadigan narsa quloq degan. Lekin bu yerdagi maqsad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qilmoqchi bo'lgani shar'iy ahkomlarga chetishlar. Ya'ni siz beshingizni masx qilgan chog'da quloqni masx qilish bor demakchi deydi. Endi quloqqa masx qilish masalasi boshning bir qismi desak quloqqa masx qilish kelib chiqadi. Abu Davud rivoyat qilgan hadisda va masaha bi udunayhi zahirihima va batinihima deb kelgan. Ikki quloqning ichi va sirtiga masx qildi. Qo'shimcha rivoyatda Hisham ortiq rivoyat qilib va adkhala asabi'ahu fi simaghi udunayhi barmog'ini quloqining ichiga tiqdi deb bayon qilgan. Bu hadisni Shayx Albani saydiga hadis. Hanifi mazhabning shu quloqqa masx qilish degan qarashi jumhurning qarashi. Ikki quloqqa masx qilish sunnat. Lekin Hanifi mazhab bilan Shafi'i mazhabning o'xshamaydigan yeri, ha yuqori qarasanglar Al-Muxtarning matnida va mashu jami' ar-ra'si wal udhunayn bima'in wahid fa deb qo'ydi. Yani İmam Shafi'i boshqa qarashda demakchi. İmam Shafi'i rahmatullohi alayhi boshqa masx qilib bo'lgandan keyin ayrim qo'limizni namdab turib quloqni masx qilamiz degan. Hanifi mazhabda shu bir qatim nam degan qo'l bilan boshqa va quloqni masx qilamiz degan. Lekin ko'pchilik olimlar quloqni masx qilishni sunnat deb qaraydi. Hanifi mazhabga o'xshash. Qala va tahlilul lihya. Saqalni barmoq bilan aralash deydi. Saqalni aytdi bomba saqal bo'lsa yoki jiqra saqal bo'lib qolsa, sirtini yuvish bilan ham kifoyalanmay, saqalni qo'l bilan aralaymiz. لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ شبك أصابعه في لحيته كأنها أسنان المشط. Tağaqninki tishlardek barmoqni shunda giralashtirib aralagan deydi. Demak, mush hadis hozir ojiz deydi. Mush rivoyat ojiz. Lekin uningdan boshqa rivoyatlarni qo'shib deganimizda saqalni aralash ahvolini hasan darajasida isbotlash mumkin. Undan keyin saqalni aralashmo sunnat hisoblandi. Waqila huwa sunnatun 'inda Abi Yusuf, jaizun 'indahuma. Waqila degan Hanifi mazhabda shu bizning imomlarimiz tahlil lahya sunnat dedi degan qarash shu hisob. Lekin ba'zilar rivoyat sal o'xshamamdiki Abu Yusufning nazarida sunnat ishkaydan sunnat deb qaramaydi, joiz deydi degan ulamolar bor ekan. Lekin bu qarash ojizan. Abu Yusufni chiqarayotgan ekan, indahuma deb ishkaylarni qoldirsak, İmam Abu Hanife bilan Muhammad ibn Hasan. Bu ishkaylarni at-tarafan deydi Hanifi mazhabda. Abu Yusuf bilan İmam Abu Hanife bo'lsa ash-shaykhan, ama ikki shogird bo'lib qolsa as-sohiban. لأن السنة إكمال الفرض في محله. Çünkü sünnetning mazmuni nimada iborat esa, bir farzni qilgan bo'lsak, shuni o'z joyida texmi to'liq mukammal qilishdan iboratda. Va batinul lihyati lam yabqa mahallan lil fard. Saqalning orasi u farzbi juyosh yoki nimdash degandek bir ishning o'rni emas. Undan ekan sunnat emas deb qaragan deydi. Lekin shu kitobning matnidagi sunnat degan qarash Hanifi mazhabida shu hisob. Qala va tahlilul asabi'i, yana barmoqlarni aralash. Li'annahu ikmalul fard fi mahallihi. Barmoqni qo'lni yuyitdik. Bu yuyilgan bir o'rin. Mushuni mukammal qilishdan iborat. Barmoqni aralasak, yuyilgan o'rin mukammal yuyilgan bo'ldi.
ولقوله صلى الله عليه وسلم خللوا أصابعكم قبل أن تتخللها نار جهنم. Barmaqlarning oralariga jahannam o'ti tutishdan ilgari barmoqlarni aralanglar degan shunday bir rivoyatni kelibdi. Bu hadismi aciz. Lekin bu kitobda bir masalaga, bir mazmunga dalil qilib aciz hadisni ekib qo'ygan ahvolda buning dalili cho'qim aciz ekanligini bildirmaydi. Sahih dalillar bo'lishi mumkin, lekin fuqaholar tasavvur qilib o'z yodlagan bir muncha hadislardan sahih mazmundagi bir hadis bo'lsa-mu, o'zining isida qolgan hadislarni ekilgan bo'lg'achqa hozir aciz hadisni ekeldi, lekin shu mazmun haqida sahih hadis bor. Masalan, Laqit ibn Sabra rivoyatida va khallil baynal asabi' Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah rivoyat qilgan hadis va khallil baynal asabi' deb buyurgan. Bu rivoyatni Shayx Albani sahih degan. Bundan şu taraftan sakalını aralash göstermişim. Barmoqni aralash. Hozir sakalni aralash chuyda qo'lni yuvgan chog'da barmoqni shunday qilib oraliqlarni aralab o'tish. Nima hozir qo'lning barmoqi yo putning barmoqi demadi. Ulamalar qo'lning barmoqi, putning barmoqi deb ayirib baqqanlar. Fi mahallihi fard. Mahallil fard demak. Mesela qo'lni yutdik. Bu farz bir juyishning o'rnida. Endi bu orliqlari chalqanmasında biz uni to'liqlab juymaymiz deydi. Endi to'liqlash bo'lgandan keyin buning hukmi sunnat bo'ldi demoqchi. Qala va taslithul ghasl. Hamda ashtar tag'an chog'da juyilgan o'rinlarni jug'an chog'da 3 qatimdan juyishmi sunnat. Fal wahidatu fardun. Demak, bir qatim juyish farz. Shu oyatda tagsilu deb buyurg'achqa bir qatim juysak farz ado bo'ldi. Va thalithatu sunnah. Uchinchisini to'liqlab juysak bu sunnatni ado qilgan bo'lamiz. Va thaniyatu dunaha fil fadila. Ikkinchisi sunnatdan tuvarrak turdi fazilatda. Lekin ikkinchi, uchinchisi sunnat desak bo'ldi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir qatimdan juyib tartag'an, 2 qatimdan juyib tartag'an, 3 qatimdan juyib tartag'an. Vakila as-saniyat sunnah. Mana ikkinchi qarashda ikkinchisi sunnat deyilibdi. Uchinchisi cho'lsa ikmalus sunnah. Uchinchisi sunnatni to'liqlashdan iborat deyilibdi. Va asluhu al-hadithul mashhur. Asluhu degan ibora daliluhu degan ma'noda. Mush asl degan so'z fiqh kitobida usul fiqh kelsa dalil ma'nosida keladi ba'zida. Ba'zida maqis alayhi degan ma'no keladi. Masalan biz qiyos qilgan bo'lsak, ma'nosini anasiga o'xshatgan bo'lsak, aslidagi hukmini bildigan o'sha narsa al-asl bo'ldi. Niyadam daliluhu al-hadithul mashhur. أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. من تعتلشم من مشو من ilgirki payg'ambarlarning mo ta'tilishim shunday deb ko'rsatib qo'ygan mush rivoyatni kelibdi. Endi mush rivoyat ashada vudu'i degan ibora bilan birga ketib desak ojiz. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning 3 qatimdan olgan rivoyati hadis kelgan Buxoriy Muslimda. Va ma ruya anna Uthman ibn Affan radiyallohu anhu tawadda'a bil maqa'idi faghasala wajhahu thalathan wa yadayhi thalathan wa masaha bi ra'sihi marratan wahidah wa ghasala rijlayhi thalatha wa qala hakadha tawadda'a Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mana bu yerda akagan Hazrat Osmonning rivoyati bu muttafaqun alayh. Sayyid iskagan. Buni va ma ruya deb ibora surishga toza munosib emas. Hazrat Osmon xalifa vaqtida shu maqoid degan joyda bu bir mahallaning ismi bo'lishi mumkin yoki shu masjiddan chiqqan joydagi unda bir o'tiradigan palampaydak yoki peshtoqdak qilib qo'ygan ishlar bilan ko'rishib paranglashib o'tirishga tayyorlagan bir o'rin bo'lishi mumkin. Ikki xil ehtimollik bor. Shu yerda o'tirib tartilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana mushunda tartag'an deb sunnat kelgan bo'yicha tartilishni ko'rsatib qo'ygan. Demak, mush rivoyatga asoslansak, salatan degan
3 qatimdan yuyishning sunnatga musayyadisidan chiqadi. Qala va yustahabbu fil wudu'i an-niyyatu wat-tartib. Hozir taharatning sunnatlarini bayon qilib kelib, mustahab bo'ldi deb iborat surdi. Bu balki Hanafi mazhabda niyat bilan tartibni mustahab deb qaraydigan ulamolar bo'lg'achqa yoki sunnat mustahab deb taraddudda qolg'achqa bunday iborat surgan bo'lishi mumkin. Tartag'an chog'da niyat va tartib mustahab bo'ladi. Amaliyotda bu sunnat qatoridan. Liyaqa qurbatan. Yani bu bir ibadet. Savab oldigan bir ibadet bo'lish uchun cho'qim niyat bo'lish kerak. Lekin Hanafi mazhabda niyat bo'lmagan taqdirdami taharat bo'ldimi? Taharat bo'ldi. Hisob. Ashunlar namoz o'qisang bo'ldi deydi. Lekin taharatning o'ziga ayrim bir savab berilmaydi. Ya'ni buning farqi shu. Innamal a'malu binniyat degan hadisda savab beriladigan shunda bo'lish uchun niyat bo'lish kerak deb tushunadi Hanafi mazhabdagilar. Yana shu oyatda niyatning gapini qilmagan. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas-solati faghsilu wujuhakum. Ya shu oyatda niyatning gapi yo'q. Unda bo'lgandan bu mustahab bo'ladi yoki sunnat bo'ladi demoqchi. Wa li yakhruja min ahdatil fard bil ijma'. Yani bil ijma' degani boshqa mujtahid olimlar niyat qilish farzda deb qaragan bo'lg'achqa hammalarning qarashida ibodatni joyida ado qilib gadindan saqit qilish uchun niyat qilib o'tish yaxshi. Ya'ni bu xurujan min al-xilaf degan ma'noda. Ahdatul fard bil ijma'. O degan mas'uliyat degan ma'noda keldi. Yani farz gadindan saqit bo'lish uchun desak bo'ldi. Wa kaza tustahabbu al-muwala. Al-muwala yoki al-wala deb qo'ydi yoki al-vila deb qo'ydi. Arqa-arqadan ulab qilish. Orliq bermaslik. Masalan, yuzni yuvib, kirib telefon so'zlashib, undan keyin qo'l butun yuvadigan. Yoki orliqda chay damlab o'tib, bizdan o'tirib, ondan davomlashtirgan. Manda ish bo'lmasin demoqchi. Wa huwa alla yashtag'ila bayna af'al al-wudu'i bi ghayriha. Yani muala deganni bunda izohlabdi. Taharat faoliyatini qilayotgan chog'da qo'l yuvish, yuz yuvish, yuvish, masih qilish shu orliqda boshqa ish bilan mashg'ul bo'lmaslik. Ba'zi ulamolar bir yan yuvgan bo'lsa, shu ya qurib bo'lguncha oqdan ulab yuvish deb izohlaganlar bor. Wa laysa zalika bi fard. Ya'ni shu al-muala farz emas. لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. مش آيات أساسا فرض emas. من غير اشتراطهما. Yani vecih istidlal. Bu ayet qanday dalil oldu desa, mush oyatda oq-oqidan ulab qilishni shart qilmagan. Min g'ayri ishtirotihima, yani ishtirot at-tartib wal muwala demak. Hozir ikkilikka dalil bo'ldi ekan. Tartib bilan yuvish bilan oq-oqidan ulab yuvish farz emas. Chunki mush oyatda buni shart qilmagan demakchi. Wa li annahu dhukira bi harf al-waw. Yana qo'shimcha dalil lug'at tarafidan. Yani usuliy bahs bu. Oyatda yuzga o'rinni bir-biriga vav harfi bilan atf qildi. Va innaha lil jam'i. Vav degan lug'atshunoslarning qarashida ikki narsani jamlashni bildirdi. Unda ortiq narsa bildirmaydi. Bi ijma'i a'immatin nahwi wal lughati. Nahvshunoslar, lug'atshunoslarning hammalarining birdek ittifoq bilan, ijmo qilishi bilan vav harfi ikki narsani jamlashni bildirdi. Naqlan an-Sirafi. Bu ijmoni hozir naql qilgan nahvshunos, lug'atshunos olim Sirafi dedi. Sirafi naql qilgan, Abu Ali al-Farisi naql qilgan va uningdan boshqa lug'atshunoslar naql qilgan. Vav li mutlaqil jam' dedi. Yani bu harfninki nimalar dalolat qilishi usul fiqh bahs qilgan masala. Bu Sirafi kim? Abu Sa'id al-Hasan ibn Abdullah an-Nahwi al-Qadi. Bu hem nahvshunos, hem qozi, hem qiroat olimi.
Hijriye 375-yili vafot bo'lgan katta imomning birisi ekan. Bag'dodda 50 yil fatvo bergan ham qozilik qilgan olim ekan. Sibavayning kitobini sharh qilgan. Undan boshqa Akhbarun Nahviyin wal Basriyin, Al-Waqf wal Ibtida degandek nurg'un kitobni yozgan. Mush olim nahvshunoslar, lug'atshunoslarningki vav limutlaqul jam' deganligiga ijmo kelganligini naql qilgan. Abu Ali al-Farisi mo shunday naql qilgan. Lekin undan boshqa mesela Al-Farra va Sa'lab va Abu Ubayd degandek ulamolardan bu tartibni bildirdi deganda qarashlar rivoyat qilingan bo'lishi mumkin. Endi bu vav masalasi nereden kelib chiqdi desak, oyatda badanning ba'zi a'zolarini yuvishga buyurgan. Faghsilu wujuhakum da yuzdan boshlagan. Bundan keyin boshqa a'zolarni bayon qildi. Va aydiyakum va arjulakum degandek. Shuni vav harfi bilan atf qildi. Lekin mush atf qilish hozir cho'qim manjub bo'lgandan keyin andan manjub yeyishingiz kerak. Ilgari keyin qilsangiz bo'lmaydi deganlikni bildiramsiz. Yo'q. Ilgari keyin yoki tartib buni bildirmaydi. Mush ishlarning hammani qil demoqchi. Buyurilgan yerning hammani jo'g'an demoqchi deydi. Masalan, bozorga borib, non go'sht sotib oling deb buyurgan bo'lsa, bozorga borgandan keyin nonni burun sotib olamdi, go'shtni burun sotib olamdi, ikkilisini sotib olsa baribir o'xshash demoqchi. Masalan, Qur'on Karimda wasjudi warka'i dedi. Asli ruku burun kilti shunama wasjudi warka'i. Yani ba'zi oyatlarda vadkhulul baba sujjadan wa qulu hitta. Yani bir oyatda va qulu hittatun vadkhulu. Yani shu bir voqealikda ikki ishni ilgari keyin qilgan oyatlar bor. Unda o'g'anikin u mutlaqul jam'ni bildirdi. Mushqarash kuchli qildi. İcma desek, şu hesap eğer icmamız cumhur şunda karar desekmi, yanılar kuchli. Lekin hamda mush oyatda tartibni ko'rsatmadi desek, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taat olgan chaqda ashunda tartib bilan izchil ashunda olganligi isbotlanib qolsa, bu chaqda sunnat. Lekin ba'zi rivoyatda sayyidisda ikki putni yutib bo'lib, ondan başka juda degandek bir ilgirkilik bo'lg'achqa, Hanifiy mazhabdagilar sunnat mustahab deganda taraddud bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Va ziyadatu ala an-nass nasxun. An-nass ash oyat shu. Endi ziyada ala an-nass deganimiz mush tartib, muvala deganni qetib qo'yishimiz, bu xuddi ash oyatning mazmunini biz bir qismini hozir amaldan qoldirib o'tgandek. Xuddi oyatda masalan mush azonni jusani buldu desa, biz mush azonni jub tartib bilan oq-oqidan jumg'anni hisobga olmagandek bo'lib qolamiz. Navonkin bu ash oyatning bir qismini hozir amaldan qoldirib o'tishdan iborat bo'lib qoldi. Oyatga bir mazmunni qetib qo'ysak, demoqchi. Bu ko'pincha Hanifiy mazhabiningki qoidalari, usul fiqhga munosib tadqiqot. ولا يجوز نسخ الكتاب بالخبر لأنه راجح. الخبر من شهادة حديث demoqchi. الكتاب Qur'on Karim. Usuliy bahs bo'lgan ekan, الكتاب Qur'on Karim. Yani Qur'on Karimning oyatlarini hadis bilan amaldan qoldirishga bo'lmaydi. Nima uchun desa, bu Hanifiy mazhabiningki qarashlari. Nima uchun desa, chunki oyat rajih. Yani rajih degani qat'iyatu thubut demoqchi. Mush oyat bizga isbotlanishi, bunda hech qanday ehtimollik yo'q. Lekin hadisda shu, balki ojiz rivoyat bo'lishi mumkin, balki Rasululloh demagan bo'lish ehtimoli bor. Shundan keyin bu ojiz narsa kuchlikni amaldan qoldirolmaydi demoqchi. Buni usul fiqhda o'qiysizlar. Va qila innahuma sunnatan. Bu ham Hanifiy mazhabdagi qarashlarning biri. Yuqorida mustahab degan qarash, ikkinchisi at-tartib wal muvala, ikkinchisi sunnat degan qarash va huwa al-asah mana. Sunnat degan qarash shu to'g'riroq. Al-asah degan fiqh atalg'u bir necha qarash va hammasi sahih, lekin mavu hammadan to'g'riroq, hammadan jalliqroq demoqchi. Agar sahih deb qo'ysak, uni muqobili fasid bo'ladi.
Yani bekle aciz oldu. Ne için bu jallayaq desak, limuvazabatihi sallallahu aleyhi ve sellem aleyhima. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asasen ağan tarihlerini hammada aş tertip bilen arılıkını üzüp koymay tarih ağanı. Lekin Sahih Buxariyda bir rivayette jüp bulab, onundan keyin boshqa ju degan rivoyat mı bor. Bir rivoyatda shunday kelgan. قال والتيامن لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب التيامن في كل شيء حتى التنعل والترجل. Ondan başlap juyishmo tartağan çağda sünnet. Çünkü hadiste Resulullah bunda deganlar innallaha yuhibbut tayammum fi kulli şey. Allah Taala her işte ondan başlashni yaxshi ko'rdi. Hatta at-tana'ula va at-tarajjul. Hatta kash kiyishdimi, chash saqalini maylab tarashdimi. Tarajjul degan maylab tarashni ko'rsatgan. Ma rivoyat sahih emas. Yani Allah Taala yaxshi ko'rdi degan manda rivoyat sahih emas. Lekin ondan başlasının sünnetlikə sahih delil var. Yani bunda hadis yok aslında. İnnallahu yuhibbut tayammum fi kulli şeyde. Lekin sahihinde kelgan hadisde Hazreti Ayşe radhiyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yuhibbut tayammum fi kulli şey, fi tuhurihi ve tana'ulihi ve tarajjulihi deb kelgan. Tartilishida, kash ya ayog'ini kiyishida, chash saqallarini tarab maylishida ondan başlashni yaxshi ko'rdi degan. Undan ekan sahih dalilga tayangan sunnat. Ve mashhur raqaba gadanga masx qilish. Hanifi mazhabda bu sunnat demakchi. Qila sunnah va qila mustahab. Hanifi mazhabda sunnat deganlimi bor, mustahab deganlimi bor. Yana bid'at deganlimi bor. Maktabda 3-chi qarashni bayon qildim. Yani Hanifi mazhabining ichida 3 xil qarash bor. Gadanga masx qilinish sunnat yoki mustahab yoki bid'at deb 3 ga bo'linib ketgan. Ama şu gadanga masx qilish masalasi Hanifi mazhabidagi bir qarashda, Shafiy mazhabidagi bir qarashda mustahab deyilibdi. Yani ko'pchilik olimlar, yani Hanifi mazhabidami ba'zilar mustahab bo'lmaydi deb qarab. Yani mustahab bo'lmaydi degani nima demakchi esa ba'zilar makruh deydi, ba'zilar bid'at deb qaraydi. Günah oldu demekçi. Çünkü bu ibadette şeriat ko'rsatmagan bir xil shaklda yangi bir ishni paydo qilish bo'lg'achqa bid'at demekçi. Lekin bu shu ish hadisda isbotlanganmi? Ba'zilar shunday hadislar kelgan. Hadisda bor deydi. Masalan, İmam Ahmad Abu Davud rivayet qilgan hadisda anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masaha ra'sahu hatta balagal qadala ve ma yalihi min muqaddam al-unuq. Qadal degan shu gadanni demakchi, bo'yanni. Va bo'ynining oldi tarafiga qadar masx qilayotgan degan mush rivoyat. Bu rivoyat ajiz. Ajiz bo'lg'achqa Imom Ibn Qayyim rahimahulloh Zadul Ma'adda shu gadanga masx qilish masalasida sahih hadis kelmagan degan. İmam İbn Mulaqqan marfu holatda, yani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nisbatlangan bir rivoyat yo'q, lekin ba'zi salaflar qilgan eshitmadik. Yani Hazrati Abu Hurayra qilgan bo'lishi mumkin. Hazrati Abu Hurayraninki tartag'an chaqda chaynakdan oshirib, davomlashtirib, butun jug'an chaqda o'shqidan olib, butun ust tarafiga qadar oshirib, tartilib, man arada an yutila ghurratahu falyaf'al deganligi Sahih Muslimda bor. Yani qiyomat kunida Rasulullohning ummati taratning asridan peshonlari, shu qo'l putlari, yani jug'an yerlar nurona holatda qopdi. Shunga shu nurona badanni texmo kengaytib, tarat alosi oson degandek so'zni qilib Hazrat Abu Hurayra, bu Rasulullohga mansub qilgan bo'lsa, Abu Hurayraning so'zlari o'zi shunda shunib odat juda yerdan ortiqroq qilib jurgan. Endi mana gadanga masx qilishmi? Bu boshni masx qilish bo'lgandan keyin boshning oq tarafiga opirib, yana old tarafiga kirish bo'lgandan keyin gadan bo'yan bu soch bilan tutash bo'lg'achqa sal pastroq kirsa gadanga masx qilish bo'lib ketadi.
Bundan keyin buni xulosalasak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi gadanga unda bir masjid qilgan ahvol isbotlanmagan. Bu sunnat hisoblanmaydi, mustahabmi bo'lmaydi, balki makruh bo'lishi mumkin yoki bid'at bo'lishi mumkin. Bizning diyorimizda lekin gadanga masjid qilgan ishlar kengroq topilgan. Hanefi mezhebida taharatni tartib bilan urishni sunnat deb o'qilayotsa, masalan taharat olganda o'zi yo'q tartib bilan olmay, masalan yuzi jumaydan bilani zikr qilsa, ashkaga yardım boshlab ilish kerakmi yo boshdan boshlab? Hozirda mush tartibga rioya qilmasak sunnatni tutmagan bo'ldik. Lekin taharat esa ba'zida masalan o'tak kiyilgan manda chog'ida putni yuvitib, undan keyin o'takni kiyitib, uni qo'lini yuzini yuvib puldaşkı düşkep qilishi mumkin. Ama shunda bir zurul ahvol bo'lib qolsa mayli. Bundan boshqa chog'da tartib bilan yuramiz. Sizlarga tarataganda masjid qilishni unutib qo'yib, uni lekin ketgan bo'lsak, isimiz kelganda kelib o'sha masjid qilib boshqa ishni qilmay qilsak bo'ladi. Ha, bo'ldi. Ya'ni shu tartib farz demagan ekan, tarat hisob bo'ldi shunda. Lekin sunnat ado bo'lsin desak, qaytadan boshlaymiz. Yangi boshdan boshlaymiz. Yangi boshdan. Kaga yerdan emas, yangi boshdan. Yoki qap qolgan qismini emas, unutib qolgan qismini yangi boshdan tartasak sunnat ado bo'ldi. Lekin shu qap qolgan qismini ya kaga yerdan qilib qolsak, farz ado bo'ldi, sunnatga rioya qilmagan bo'lamiz. Lekin hamda boshqa İmam Shafi'dek ulamolar mush muvala tartibni farz deb qarag'achqa, ashulning qarashida buni to'g'ri tartag'an bo'lishimiz uchun başdan boshlab ilvatsak, talash dairasidan chiqib ketgan bo'lamiz. Sunnat tarbiyaga ko'pincha bo'ladi. Yani sünnet tarifi usul fiqhida qilsa savob, qilmasa jazolanmaydigan deb ta'riflaymiz. Mustahab o'xshab qolgan. Mustahab, sunnat, mandub yoki rag'aib mushuning hammasi shu doiraga kirdi. Usul fiqhidagi ta'rif shu. Lekin va fiqhida ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tashmay izchil qilgan ish sunnat bo'ldi. Bu sunnatni isbotlashdiki yo'l desak, o qilgan qilmaganligiga jazo yoki savob berish haqida deyilgan ayirish. Agar ishqidan ortiq yuzlab qo'lga tutlangan agar tozalash kerak qilib 3 qatimdan ortiq yumsaq tozalamagan bo'lsa, 4 qatim, 5 qatim tozalanish emas. Lekin pokiz bo'lsa 3 qatimdan ortiq qilish bid'at bo'ldi. Agar masalan birazdan qolmasa, qo'l bilakni shumaydan nishonlashni tarkibda aniqlayga yarg'a yetgan vaqtda shu qaytadan yuz yuvishni boshlamay, bilakni boshlab unga nishon qaytarmasligini, andan tuxum qayta yuvsa ma'lum sunnatlarga bo'lgan bo'ladi, yoki farzga bo'lgan bo'ladi. Qayta beshig'mas qilamdikmi bunda? Qildi. Qaysi bo'ldi? Keyin. Lekin mustahab hamda masalan sunnatni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam izchil qilib kelgan ish desak, mustahab bilan mandub izchil qilmagan ish bo'ldi. Yoki ba'zi ulamolar shu masalada kelgan dalil bo'lmasa-mu, umum dalilga tayinib turib bekitga hukm bo'ldi. Masalan, kan yuhibbu tayammum fi kulli shay dedi. Boshqa masalan shu hadis kelgan tarajjul tana'ul degandek boshqa ishdan bir ishni akab turib, ma'ishni o'ngdan boshlash desak, bu mustahab bo'lishi mumkin. Lekin Rasululloh o'zi masalan ma'ishni o'ngdan boshlaydi desa, bu sunnat bo'ldi. Yoki ba'zida qilib, ba'zida qilmagan bo'lsa, bu mustahab bo'ldi. Davomiki sunnat hozir mustahab, mandub, rag'aib deymiz masalan. Undan boshqa ba'zi mazhabda yana nashqil ayrıydı buni. Mushlarning hammasi usul fiqhidagi shu qilmasa jazolanmaydi, qilsa savobli ish degan doiraga kirdi. Mustahab. ويكره أن يستعين في وضوئه بغيره إلا عند العجز. Tartağın çağda başqalarının yardım, başqalar tayinib turib tartilish makruh deb. Bu ham tartağın çağda azalni yuyishdiki gap ma'lum. Taratning sirtga masalan biraylan chaynak suv kelibdi cho'g'inda masalan. Manda bir xizmatni qilsa makruh bo'lgan taraf yo'q. Lekin tartağın çağda qo'limni yuvib qo'ygan, putimni yuvib qo'ygan deb mandanim qilsa makruh bo'ldi.
lekin uzrlab qolsa, kasal bo'ldi, yashinib qolgan kishi bunda ahvolda bo'lsa makruh emas. Liyakuna a'zama li thawabihi va akhlasa li ibadatihi. Yani o'zi qilsa, boshqalar qildimay, savobimi katta bo'ladi, ibodatmi xolis qilgan bo'ldi. Va yusalli bi wudu'in wahidin ma sha'a min al-fara'id va an-nawafil. Bir tahorat bilan xohlagancha farz namozlarni nechini, nafl namozlarni o'qiy oladi. Biz yuqorgi oyatda buni bayon qilib o'tgan. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas-solati deganda biz namoz o'qimoqchi bo'lib, tahoratni yo'qlab qolsa, tahorat ilishni farz degan mazmunda tushungan. Lekin tahorat bog'lab qolsa, tahorat amsin bo'ldi. لأنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الخندق 4 صلوات بوضوء واحد. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Xandaq g'azoti bo'lgan shu kunda 4 namozni bir tahorat bilan o'qigan. Ya'ni Makka fathida shunda qilgan bo'lishi mumkin. Hazrati Umar Rasulullohdan so'rab, siz hech qachon qilib boqmagan bir ishni qilib qolgan degan chaqda amdan fa'altuhu ya Umar degan. Men qasdan shunda qildim. Ya'ni shunda o'qisam bo'ldiganligini ko'rsatib qo'yish uchun, uqtirib qo'yish uchun tahoratni yanglamaylam bir tahorat o'qidim demoqchi. Dersimiz şergiç olsun. Şimdi gel bana. السيرافي أبو سعيد الحسن بن عبد الله النحوي القاضي. Bu kişi Bağdat'taki Rasafa degen joyda 50 yil fatvo bergan ekan. 50 yil fatvo bergan, birer so'zda, birer fatvoda xatolashmagan. Qozilik qilgan 365-yil vafot bo'lgan. O'zi shunda taqvodor, qo'lida kasb qilib turmushini qamdab ekan. Har kuni 10 varaq kitob ko'chirar ekan. 10 varaq kitob ko'chirib, 10 tanga ish qilib, shuni turmushini qamdab ekan. Siraf degan bu bir joyning ismi. Shu Irondagi bir shahar bu. Shu yerga mansub qilingan. Sibawiyning al-Kitobni sharhlagan Akhbarun Nahviyin wal Basriyin degan kitob va Al-Waqf wal Ibtida degan kitob va nahvda, lug'atda, qiroatda, fiqhda yetishgan olimkan. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.